Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakatlari yog'ilsin inshaalloh. Biz tomonga bir qarab qo'y degan qo'shiq bo'lardi biz yoshligimizda. G'ayratjon xizmatda o'rama qilgan dedim. Italiyada bir o'rama qiluvdi-da. Shunday bir og'zimda qoldi ta'mi. Xullas buni ketguncha ovqatlarni o'zim yaxshi ko'rgan ovqatlarni qildirib olay ukalarimga. Ertaga O'zbekistonga ketgandan keyin yana qolamiz. Joning sog' bo'lsin G'ayratjon, Alloh rozi bo'lsin. Azobunachilar mana o'rama qildiryapmiz inshaalloh Xudo xolasa mana shu yigitga. Pishganda ham bir ozgina qo'yib o'tamiz. Juda ham bir nima deydi, shinavanda yigit. Sal uyalchaqroq, lekin chidasa bo'ladi. Mana shu yigitni o'ramalarga juda ishqibozman. Borib Poznan Polshadamiz, masjiddan halol magazindan bo'shab keldik va albatta mana shunday qilib o'ramalarni yasatyapmiz. Endi buni hamma joyda har xil aytishadi azizlar. Bizda xonim deyishadi. Biz Toshkent viloyatida. Men Farg'onalikman-da, o'shancha o'rama. Ha, sen Farg'onaliksan. Sen o'rama deysan. Endi buni Qozog'istonda ham o'rama deyishadi. Ha, Qozog'istonda ham o'rama deyishadi. Men Ostonada ko'p ishlaganman va shu joyda ham xuddi shunaqa o'rama deyishadi. Mana bu Go'shti kam emasmi? Yo'q, Ha? Mashallah. Qizil piyoz ko'rinmayapti, yana nima go'shti kam buni? Piyoz ko'rinmayapti. Mashallah, tabarakalloh azizlar. Xudo xolasa pishgan jarayonlarni qo'yib yuboramiz. Ukamiz qo'llarini o'ynatib kecha bir osh qiluvdi, bugun bir o'rama qilyapti inshaalloh. O'zim yaxshi ko'raman shu ovqatni. Manti bilan o'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Ertaga manti qilib turaman bunga. Inshaalloh. Somsa, manti. Joninglar sog'lig'inglar olsun. Barmog'imiz haqida juda ham ko'p insonlarimiz qayg'urib Abdurahmonjon, Abdurahmon aka deb yaxshimi deb unaqa qilishgan ekan. Yaxshi, alhamdulillah. Mana operatsiyalarni qildirdik. Hozircha xudo zor inshaalloh. Joninglar sog'lig'inglar olsun bo'lsin. Barchaga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.